Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: Al-muhlikatu salasun shuhhun muta'un va hawan muttaba'un va ijabul mar'i bi nafsihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, insonni halok qiladigan 3 narsa bor. Itoat qilinadigan baxillik, ergashiladigan havoi nafs va insonning o'zidan mamnun bo'lishi. Bu 3 narsa insonni halok qiladi. Garchi u musulmonlik da'vosida yursa ham, musulmonlik ko'rinishida yurgan bo'lsa ham. Nima uchun? Chunki boshqa hadis shariflarda insonni yomonlikka tushirib qo'yadigan va eng yomon holatdagi banda holiga tushirib qo'yadigan molga sig'inib ketishligi aytib o'tilgan. Ya'ni insonlarga ne'mat, mol dunyo kelganida o'zlarini boshqara olmasdan ana shu mol dunyoga bo'ladigan islomiy munosabatni ko'rsata olmay qoladi. Bu nihoyatda ehtiyot bo'linadigan narsa. Baxillik bu qalb kasalligi. U faqat pul bermaslik emas, qalbi baxil bo'lib qoladi. Qalbi baxilligi, masalan, Alloh yo'lidagi bir narsani rivojlanishiga to'sqinlik qilishligi, uni qalbi ana shu iymoniy holatni yoqtirmasligi, baxilligi, o'smasligini ham bildiradi. Faqat boy bo'lsagina, faqat u pulini bersagina bu bir ko'rinish xolos. Endi shunday musulmonlar bo'ladiki, turli holatda baxillik qiladi. Birovdan suvini qizg'anadi, birovdan kiyimini qizg'anadi, birovdan shirin so'zini qizg'anadi. Bu ham hammasi baxillikka kiradi. Mana shu narsalar insonning axloqida agar rivojlanib ketaversa, oxiri borib u inson mana shu qalb kasalligini o'ziga to'plab olgan bo'ladi. Xuddi bir og'ir bemor bor. Xuddi ana shu og'ir bemor qanday bo'lsa, uning qalbi mana shunday og'ir bemorga aylanib qoladi. Agar bir davrada o'tirsa, yaxshilik qilish haqida gap ketsa, unga og'ir botadigan bo'lib qoladi. Masjid qurish kerak, ko'prik qurish kerak, bemorlarga qarash kerak, yaxshilik qilish kerak, bag'rikenglik qilish kerak desa, u o'sha zahotda unga negativ javob qaytarishni boshlaydi. Nega? Bunday bo'lsa, bunday bo'lish kerak degan narsalar bilan aslida u qalbidagi baxillikni ko'rsatayotgan bo'ladi. Ya'ni yordam ko'rsatmaslik bu baxillik eshigidan o'tib bo'ladi. Ya'ni baxillik eshigini sindirib tashladi, keyin inson barcha ishlarda yordam ko'rsatishni boshlaydi. Ma'naviy, moddiy, har qanaqangi holatdagi yordamni bera oladigan insonga aylanadi. Mana shu baxillik kishini juda ko'p yaxshiliklardan to'sib qo'yadi. Inson bor, namozxon bo'lishi mumkin, ro'zador bo'lishi mumkin, zikrlarni qilib yurishi mumkin. Ammo qalbi baxil, pastkash odam bo'lishi mumkin. Hech kimga yaxshi gap gapirmaydi, hech kimga yaxshilikni istamaydi, hech kimga moddiy ham, ma'naviy ham yaxshilik bo'lishini xohlamaydi. Faqat o'zi uchun yashaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda kim nafsini baxilligidan saqlansa, u najot topadi. Hashr surasida mana shunday oyat keltirilgan. Ya'ni kim nafsini baxilligidan saqlasa. Shuning uchun sahobalar bu narsada juda yuqori darajadagi ko'rsatkichlarni, iymoniy musobaqani ko'rsatib qo'ydi. Shuning uchun ular haqida Alloh taolo ulug' gaplar gapirgan. Ya'ni Alloh ulardan rozi bo'ldi degan so'zlar bilan Qur'oni Karimda aytilgan. Baxillik qiyomat kuni oxiratda insonni eng katta pushaymon qiladigan ishi bo'ladi. Insonlarni ko'radi, oddiy ko'chada baxillik qilmasdan, yo'l bergan, pastkashlik qilmasdan yordam bergan odamlarni ajr olayotganlarini, u yillar davomida yig'ilib 100 ta mana shunday ishlar qilgandir, 200 ta ishlar qilgandir, balkim 1000 ta, balkim 10 ming ta shu ishni qilgan. Shularga ajr olayotgan vaqtida haligi baxil odam shunaqa qattiq pushaymon bo'ladi. Chunki unda Alloh taolo unga imkon bergan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida
agar deydi bir inson yo'lni topolmay turgan bo'lsa, menga nima deb o'tib ketish ham baxillikda. Ya'ni ko'rsatmaslik, unga yordam bermaslik ham baxillikning bir turi. Menga nima deb o'tib ketmasdan yo'lini topolmayotgan odamga falon joyga burilib, falon joyga to'xtaysiz, falon joyga chapga, o'ngga yursangiz yo'lingizni topasiz deyishlik ham ajr beradi. Eng yuqorisiga qarab ajr savoblar ko'payib ketaveradi. Odamlarga uylar qurib bergan, odamlarning yengil qilgan hayotini, yordam bergan, ularni rivojlanib ketishligi uchun, hayotda oyoqqa turib ketishligi uchun yaxshiliklar qilgan odamlarning mavqelari juda ulug' bo'ladi. Baxil odamlar bu narsalarni ko'rib pushaymon bo'ladi. Ikkinchi masala havoi nafsga ergashish. Havoi nafsga ergashishlikda kibr bor. Bu gaplarning hammasi ummatga aytilayotgan gaplar, ya'ni musulmonlarga aytilayotgan gaplar. Haqni biladi, bilib turib nafsiga yoqmadim, olmaydi. Olmaydi. Va mana shu o'ziga yasab olgan musulmonchiligini mana shu musulmonchilik deb undan tashqariga chiqishni xohlaydi. Ya'ni unga kelayotgan xabarlar kelib turibdi, shariat tushunchalari kelib turibdi, qabul qilmaydi. O'sha ustida o'zini ishlamaydi. Va havoi nafsiga ergashib yashaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Josiya surasida nafsini iloh qilib olgan kimsani ko'rdingmi deb marhamat qiladi. Shuning uchun musulmon odam Qur'on va sunnatga ergashishga harakat qilish kerak. Har bir holatida, har bir munosabatda, har bir oldi-berdisida. Uchinchi masala kishini o'zidan rozi bo'lishligi. Ya'ni o'zidan mamnun. Bu eng xavfli qalb kasalligi. Men yaxshiman. Men namozxonman. Mayli-da, qo'ldan kelgancha amal qilyapmiz-ku. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, musulmonchilik qilyapmiz, ihson sadaqalarni qilyapmiz. Bu odam ibodatiga suyangan odam bo'ladi. Vaholanki musulmonchilikning aqidasi shuki, Alloh taolo qiyomatgacha bo'ladigan barcha insonlarni va jinlarni qilayotgan amallaridan behojat zotligini har bir musulmon odam juda yaxshi anglab olishi kerak. Odam alayhissalomdan qiyomatgacha bo'ladigan barcha insonlar, jinlarni, barcha yaxshiliklarni to'plab kelganida ham agar ularning qalblari Muhammad alayhissalatu vassalomning qalblari kabi buyuk taqvo egasi bo'lsa ham Alloh taolo unday ibodatlardan behojat zot aslida. Biz qilayotgan ibodatlarimizni barchasini Allohning tavfiqi, fazli bilan qilayotganimizni bilib, doimo istig'forda bo'lib, xato gunohkor banda ekanligimizni his qilib yashashligimiz, kamchiliklarimiz ko'pligini e'tirof qilishligimiz bilan haqiqiy bandalik darajasini olamiz. Agar kimki yo'q, qo'ldan kelgancha musulmonlikni qilyapman dedimi, bu qalbi kasal bandalar qatoriga kiradi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlar: gunoh qilib afsuslangan banda najot topadi. Amal qilib, men amalni qotirib qo'ydim, sadaqa, ihson, zakot, haj, umra, namozlarni qilib qo'ydim degan odam halokatga uchraydi. Ya'ni men amalni qilib qo'ydim, do'ndirib qo'ydim degan odam qiyomatda halokatga uchraydi. Ya'ni Alloh bu degani, Alloh qiyomatda u bandani amallarini hisobga tortadi. Alloh o'zi saqlasin.